Lekin vaqtingizni chiqaring. Men oldin deyishib qo'ydim. Nega vaqtimni chiqaraman? Homildorlik bo'lanmaslik tekshirish bo'limini oldin men deyishib qo'ydim. İşten tushgandan keyin bilib berib, tekshirtib masalasi. Yağmurdan fırsat bersiz o'tib kelasiz. Meni dedim. Men tashlab qo'yib ketgan. Tashlab qo'yib ketdingiz. To'g'ri, sizning mangu to'g'ri. Ba'zida sizning mening ayolim emasmi deb gumonlanib qolaman. Bir vaqtim bo'lsinmi, opamni o'zgarib baksangiz bo'lmamda. Opangiz meni o'zgarib baqdimi? Uni qizim shu vaqt bilan topshirib ber. Dadingiz, opangiz, oshlaringiz hammasi sizning yoningizda. Sizga hamroh bo'lamiz qizim.